qurilish qanaqa ketyapti? Yaxshimi? Qurilish juda yaxshi ketyapti, boshliq. Qarang, quruvchilarimiz yerni kovlayotganda mana shu xumni topib oldi. Shuni sizga olib keldik, bir ko'ring deb. Qani, ko'raychi. Chiroylikkina ekan. Haligi kinolarga o'xshab ish qilasang, jin chiqib qolsa-ya. Amringizga muntazirman. Men shu xumning quliman. Meni ozod qilganlaring uchun har biringizni bittadan tilagingizni bajo aylayman. Tilagingizni. Sen agar jin bo'ladigan bo'lsang, iltimos meni Amerikaga yuborib, bir umr Amerikada ishlab yashash orzuyim bor. Oilam bilan ketay. Green card o'ynayapman, umuman keta olmayapman. Iltimos. Amringiz bajo keltiramiz. O'xshadi qoyil. Birlik orzuyimga yetaman meni qo'yib. Jinjon, iltimos. Koreyaga jo'nat meni, Koreyaga bolaligimdan orzu qilaman. Konnichiwa. Jinjon, meni Germaniyaga jo'natgin. Oh, good. Sizchi janobi oliylari. Tilagingizni. Meni tilagim mana bu uchalasini joyiga qaytar. Amringizni bajo aylaymiz. Yana shunada paydo qoldikmi? Hozirgina Amerika dedim-ku. Endi orzuyimga yetdim. Nima bo'ldi? Nima bo'ldi? Boshlig'idan oldin gapirish. Mana shunaqa bo'ladi. Qayoqqa ketyapsizlar sizlar? Majlis tashlab. Bu yerda majlis boshlig ekan-ku.